Hammaga assalomu alaykum. Meni aziz yurtdoshlarim, meni aziz jigarlarim, meni tanish bilishlarim, meni o'zbeku tojiklarim, meni ahli mo'min musulmonlarim. Hammalaringni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Hammalaringga uzoq umr tilayman. Nimaki orzu hayotlaringda, nimaki orzu havas bo'lsa, hamma orzu havaslaringga osonchilik bilan erishish nasib etsin. Kimda farzandi bo'lsa, farzandini orzu havaslarini ko'ringlar. Rohatlaringni ko'ringlar bolalaringni. Mana hamma qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Yana nima desam, ish qilib hammadan ham hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Chunki bu dunyoda sog'lik juda ham muhim. Sog' va salomat bo'lsak, qolgan hamma narsaga erishish oson. Hozir biz men oilam, kenja o'g'lim, Xudo xohlasa qizimni uyiga mehmonlikka ketyapmiz. Biz o'zimizni uyimizda kutmoqchi edik, lekin qizim hech ham qo'ymasdan "Yo'q ayajon" deb kuyovim bilan telefon qilishib, qo'ymasdan kechadan beri tayyorgarlik ko'rishyapti. Ana men tayyorga mehmonlikka ketyapman. Ana shunday. Iloyim sizlarni ham qizlaring, o'g'illaring mana meni qizimday mehribon bo'lsin. Hamma vaqt prazdniklarda bolalaringni uylarida встречать qilinglar. Конечно, men xohlaganim biznikida, lekin xohlashmadi. Yo'q, ayajon, meni 3 ta mayda bolam bor. Sizga kelib ketish osonroq, mayda-chuyda bolalarim bilan borganimdan deb. Hay, kimga qiziq bo'lsa, ketdik men bilan yangi yil kutgani.